Suriya. Manbalar qaraganda Suriya raisi Ahmad Shari'ning oldimizgi kunlarda Turkiya sohibxonlik qiladigan NATO yig'inining rasmiy kechki ziyofatiga taklif qilingan mehmon sifatida qatnashish mumkinligi ilgari surilgan bo'lib, bu ma'lumotni suriyalik faoliyatchi Nidal al-Amari oshkorlagan. Ammo bu ma'lumot hozircha Suriya, Turkiya yoki NATO doiralari tarafidan rasmiy dalillanmagan. Diplomatik doiralarda ilib berilgan baholashlarda bu taklifning Anqara bilan Damashq o'rtasidagi yaqinqi mezgillarda tizlashgan aloqalarning yangi bir ko'rsatkichi bo'lish mumkinligi o'tirib qo'yishmoqda. Diktator Bashar Asad ag'dirilgandan keyingi yangi mezgilda Turkiya bilan Suriya o'rtasidagi munosabatlar ko'rinarli yaxshilangan bo'lib, Anqara Damashq hukumati bilan siyosiy, iqtisodiy va bexatarlik sohalarida aloqalarni masolatni ko'paytirib, harbiy moslashish masalalarida xalqaroning diqqatini qo'zg'agan uchrashuvlarni o'tkazgan. G'arb davlatlari yaqindan beri yangi Suriya hukumati bilan bo'lgan munosabatini tadrijiy yaxshilash uchun qadam tashlamoqda. G'arbning nurg'un kuchlari, asosan Amerika va Yevropa ittifoqi davlatlari Damashq hukumati bilan bo'lgan diplomatik aloqasini kuchaytiryotdi. Shuning bilan bir vaqtda jazoni yeniklatish va qayta qurish jarayonidagi hamkorlik masalasimi xalqaro kun tartibida turmoqda. Chavshan xabarlar qaraganda Chavshan asos qonunni yangilagan bo'lib, agar Chavshan rahbari Kim Jong Un qasd uchrab qolsa, davlatning o'chirish xarakterli yadro hujum qilishni talab qilgan. Telegraf gazetasining xabarida qaraganda bu o'zgarish yaqin yuz bergan to'qinishda Eron oliy rahbari Xamenei qatorliq amaldorlarning o'ldirilgandan keyingi yer shari vaziyatining keskinlashayotgan mezgilda yuz bergan. Axborot agentligining xabarida qaraganda asosiy qonunga tuzitish kirgizish 22 mart Pyongyangda ochilgan Chavshan oliy xalq qurultiyi yig'inida tasdiqlangan. Dokladda ko'rsatilishicha yana Chavshan Davlat axborot idorasi bu vaqtda hukumatning yuqori darajalik amaldorlariga ma'lumot bergan bo'lib, buningda agar davlatning yadro kuchiga qo'mondonlik qilish apparatlari dushman kuchlarning hujum bilan xavfga uchirsa, yadro hujumi avtomatik va darhol qo'zg'aldi deyilgan. Xabar qilinishicha, Chavshan tuzitish kirgizgan asos qonunida Chavshanni Koreya bilan chegaradosh deb bekitib, birlikka keltirish degan so'zni chiqarib o'tgan. O'z navbatida bu Chavshanning tunji qatam asos qonuniga zamin moddasini kirgizish hisoblanadigan bo'lib, bu Chavshanning Koreyaga nisbatan qattiq pozitsiya tutganligini bildirgan. Rossiya g'alaba kunidagi marosimdan keyin Kreml sarayida so'z qilgan Putinning urushning oxirlashi to'g'risidagi taklifi diqqat qo'zg'agan bo'lib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin tunugun Ukrainadagi to'qinishning oxirlashiga yaqinlashayotganligiga ishonganligini bildirgan va shundaqla Putin muxbirlarga "Mencha bu urush oxirlashiga oz qoldi" degan. Shundaqla bu bayonotlar Amerikaning vositachiligi bilan taraflar o'rtasida 3 kunlik urush to'xtatish e'lon qilingandan keyin o'tirib qo'yilgan. 4 yillik urush jarayonida hozircha Rossiya qismlari Ukrainaning sharqiy qismidagi Donbas rayonining ko'p qismini ishg'ol qilish bilan birga bu urush har ikki tarafda million yaqin odamlarning o'lishi va yardar bo'lishiga sabab bo'lgan. Shundaqla bu urush Ukrainaning nurg'un joylarini vayron qilib, har ikki davlatga g'oyat zo'r iqtisodiy vayronchilikni olib kelgan. Undan boshqa Rossiyaning Yevropa bilan bo'lgan munosabati sovuq urushdan buyon ko'rilmagan darajada nacharlashgan. Kreml sarayi o'tgan hafta Yevropa hukumatlarining tunji qadamni tashlashi kerakligini bildirgandan keyin Financial Times gazetining payshanba kunidagi xabarida Yevropa ittifoqi rahbarlarining Rossiya bilan mumkin bo'lgan suhbatlarga tayyorlik qilayotganligini xabar qilgan.